Universitet imtihonlarida 100% ballni oldindan naqd qilib olish mumkinligini bilarmidingiz? Milliy sertifikat bilan buni endi ilojisi bor. Milliy sertifikat bu bilim va malakalarni baholash agentligi, ya'ni hammaga tanish bo'lgan sobiq DTM tomonidan ma'lum bir fan bo'yicha tayyorlangan rasmiy e'tirofga ega hujjat hisoblanadi. Har qanday imtihon natijalari bo'lgani kabi, milliy sertifikat ham o'z ballari va baholash tizimiga ega. Baholar C darajadan boshlanib A+, ya'ni eng yuqori darajagacha yetib boradi. Aynan A va A+ darajasini olganlar esa biz aytib o'tgan oliy ta'lim muassasalari imtihonlaridan kafolatlangan 100% natijaga ega bo'ladi. Kimyo va biologiya imtihonlarida savollar soni DTMdagidek 30 ta emas, 35 ta yopiq, 5 ta ochiq testlar va 3 ta yozma ishdan jami 43 ta savoldan iborat murakkab imtihon hisoblanadi. Baholash esa xalqaro Rash modeli asosida, ya'ni savollar qiyinligiga qarab amalga oshiriladi. Eng asosiy jihati esa milliy sertifikatni yiliga faqat bir marotaba yoki faqat universitetga kirishdan oldin emas, 16 yoshga kirgan barcha yil davomida bir necha marotaba topshirish imkoniyati mavjud. Ana endi siz milliy sertifikat haqida eng kerakli ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Agar ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, do'stlaringizga ulashishni unutmang.